Korrupsiya jamiyatning ichidan yemiruvchi illatdir. U faqat pul yoki lavozim haqida emas, balki ishonch va adolatni yo'qotish haqida hamdir. Agar halollik qadriyatga aylanmasa, rivojlanish faqat qog'ozda qoladi. Korrupsiyaga qarshi kurash har bir insonning vijdonidan boshlanadi. Halollik jamiyat taraqqiyotining poydevoridir. Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda korrupsiya global muammolardan biri bo'lib bormoqda. Bilim va iste'dod hal qilish kerak bo'lgan joyda mana bu muammolarning asosiy yechimi bo'lmoqda. Bugun sizlar bilan biz Xalqaro jurnalistika fakulteti axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar yo'nalishida tahsil olayotgan talaba Sherxon Shuhratovdan korrupsiya haqidagi fikrlarini so'rash uchun keldik. Korrupsiya haqida nima deya olasiz? Qanday izoh berasiz? Korrupsiya bu qonuniy mas'uliyatsizlik, jamoat, ya'ni iqtisodiy hal qilolmagan masalalarni korrupsiya orqali hal qilishga urinadi. Sizningcha korrupsiyaning asosiy sabablari nimalardan iborat? Nimaga insonlar aynan korrupsiyaga yo'l qo'yishadi? Iqtisodiy qaramlik bo'lgan davlatlarda ko'proq korrupsiya holatlari kuzatiladi deb eshitganman. Yomon g'oyalar, ya'ni qadriyatlar orqali korrupsiya yildan yilga ko'payib, bu oson yechim deb o'zlari uchun manfaatdorlik hissini uyg'otgan korrupsiya holati. Sizningcha jamiyatimizga korrupsiyaning qanday zararli tomonlari bor? Ko'pincha bilishimiz mumkin, yer mulk musodara bo'lib ketganini ko'rganmiz korrupsiya orqali. Akokani o'rtasiga adovat so'ygan yoki bo'lmasa noqonuniy ishlar bo'lganini. Ta'limda ham, keyin madaniyatda ham, san'atda ham har bir jihatda mana shu korrupsiyani ular adolatsizliklar qilganligini ko'rib. Sizningcha o'sha korrupsiyani qanday qilib jamiyatdan xalos etish deydimi, ildizi bilan yo'q qilib yuborish deydimi, shuni qanday amalga oshirgan bo'lardingiz, qanday loyihalar qilgan bo'lardingiz? Menimcha bu narsani mafkuraviy qilish kerak avvalo, chunki iqtisodiy qiyinchilik davrida, iqtisodiy o'sish davrida hozir ko'plab odamlar korrupsiyani asosiy yechim deb o'ylaydi. Xalqdan nima deydi, bir parcha bu bizga juda ham bir asosiy mafkuraga kiritib, halollikka, odamlarning saviyasiga. Korrupsiyaga qarshi kurashish avvalo biz yoshlardan boshlanishi kerak deb o'ylayman.